Dostonu! Tangali qishloqdan Germaniyaga gulligacha 5 soatda pishadigan halim moshkichirasini qildim. Sizlar ham O'zbekistonda halimini sog'ingan bo'lsangiz, shu retsept bilan tayyorlab ko'ringlar. Okay. Murod akani nemis tilida sayraydigan bedanalari bilan bo'lib, to'rtta piyozni qanaqa to'raganimni bilmay qolmadim. Men Parijga bormoqchiman. Yo'q, Germaniyaga deyishdi-yu. Parijga. Nima bo'lsa bo'ldi. Piyozimizni oltin tusga qirg'izib, go'shtimizni qovurib, mosh, bug'doy, oqlaviyamizni ham 2 minut qovurib olib, qozonimizni to'ldirib suv qo'yamiz. Qaynab chiqqandan keyin ortiqcha ko'piklarni olib tashlab, uyingizda bor bo'lsa zamzam suvidan ozgina qo'shib yuboramiz. Toshkentga borgunimizgacha asrab olib qo'ygan ziramizdan solib, Toshkentga nega bormoqchisan? toza havoda nafas olganidek. Mana shunaqa. O'shaning uchun aytibman-da, Germaniyaga keling deb. Shimma ko'vagida saqlab qo'ygan Samarqand nonimizni mayda qilib to'g'rab olib, ustidan sariyog'imizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Qizil paprika, peterzelen, chesnochniy priprava, tuz solib yaxshilab aralashtirib, 15 minutga duxovkaga jo'natamiz. Halim moshkichirimiz mazali bo'lib chiqishi uchun 100 g sariyog'imizni solamiz. Butun go'shtlarimizni alohida olib, qo'limiz yordamida maydalab olamiz va yana qaytib solib, past olovda ustini qopqog'ini yopib, har 2 minutda aralashtirib turamiz. Bu moshkichirani yeganingizdan keyin aniq o'zingizlar xohlagan tilingizda gapirib borasizlar. La Parisien que m'essaie de corver la fafan dans mi dans si. Kasal bo'lib qolaman. Kasal bo'lib qolaman.